Diqqat, pensiya oluvchi fuqarolarga tezkor xabar. May oyi pensiya puli qachon to'lanadi? Bugungi videoda shu haqida batafsil. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu ma'lumot boshqalarga ham tezroq yetib borishligi uchun bor yo'g'i ushbu videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. May oyi pensiya puli qachon to'lanadi? Pensiya jamg'armasi tomonidan bank plastik kartada pensiya oluvchi fuqarolarga pensiya mablag'lari 5-maygacha, naqd pul shaklda oluvchi fuqarolarga esa 4-27 may sanasiga qadar to'lab berilishi rejalashtirilgan, deyiladi xabarda. Do'stlar, shu kabi yangiliklardan tez-tez xabardor bo'lib turishni istasangiz, videorolik ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang.